الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Azizlar, mana bugun yana sizlar bilan Navoiyni eslab ko'rsatuvimizda sog' salomatlikda, tinchlik, omonlikda diydor ko'rishib turibmiz. Allohning o'ziga beadad shukrlar bo'lsin. Bugungi suhbatimizga xalqimizga anchadan beri xizmat qilib kelayotgan qora akamiz Akramjon domlani qilganmiz. Xush kelibsiz domla. Salomat bo'linglar. Mana bugungi kunda Hazrat Navoiyni eslab deb ko'rsatuvimizda Hazrat Navoiyni avvalo kim bo'lgan, qanaqa zot bo'lgan, faqat bizga bu kishini she'riy shaxs deb tanishtirgan, ahli ilmlardan bo'lganligi to'g'risida sizdan ham bironta narsa o'rgansak deb suhbatga chaqirdik. Qora aka, shunga ikki og'iz Navoiy haqida fikrlaringizni bildirsangiz. Salomat bo'linglar. Boshlagan ishlar xayrli bo'lsin. Toki xalqimizdan, farzandlarimizdan Hazrati Alisher'dek yetuk zotlarni tarbiyalanishligini, Hazrati Alisher Navoiy yetuk odam bo'lgan. Diyonati ham o'ziga yarasha hozirgi ancha muncha insonlardan ilm quvvasi ham ziyoda bo'lgan bu kishini. Yoshlik vaqtlari behuda o'tmagan. Yoshlik 7 yoshiga qadar Qur'onni yod olganligi, Hazrati Imom Buxoriy rahmatulloh alayhi o'sha Sahih Buxoriylarni ham to'liq yod olganligi haqida bizni ustozlarimizdan nasihatlarni eshitganmiz. Lekin asosan bu kishini butun dunyoga asarlar bilan tanilgan. O'zlarini esa diyonatdan yetuk inson, ilm jihatdan ham, moli dunyo jihatidan ham Alloh taolo behisob ne'matlar bergan. O'zlari ertalabda kech paytda va Shamsi va Layli suralarini qiroat qilib yurishlikni o'zlariga vazifa qilib olganliklari haqida o'zlarining g'azallari bor. Yoki bo'lmasa sadaqai joriya deb aytamiz, xalqimiz oralarida masjidlar, madrasalar, shu turadigan joylarga sarf qilinganda Payg'ambarimiz alayhisalom sadaqai joriya degan. Buni savobi to'xtamaydi vafotidan keyin. Alisher Navoiy bobomiz yuzlab masjid, o'nlab madrasalar qurdirgan. Hatto Hirotda bitta qurdirgan masjidi o'zi 100 mingta namozxon o'sha joyda namoz o'qiydigan. Hozir ham bu masjid xalqqa, musulmonlarga ibodat makoni bo'lib masjid bo'lib xizmatdagi. Demak, saxovat bobida Alisher Navoiy bobomizga yetadigan darajada saxovat qilishligi oson narsa emas. Endi Alisher Navoiy bobomiz hayotini behuda o'tkazmagan, g'aflatda o'tkazmagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hikmat mo'minni yo'qotgan narsasi. Qayerda topsa o'sha narsani olishlikka haqli faqat o'zi bo'ladi. Musulmon inson ilmni egallash kerak. Ilmni diniy ilm bo'lsin, dunyoviy ilm bo'lsin, bir-biridan ajratmasdan o'shani o'rganib toki boshqa insonlarga o'rnak bo'ladi. Axloqidan, uni yurish-turishidan, sarflagan moli dunyosidan. Mana shunday zotlarni hayotimizda o'sha bitgan g'azallarini ham, asarlarini o'qiydigan bo'lsak, o'qib o'rganadigan bo'lsa, aynan diyonatni topamiz. Shuning uchun hech qachon Alisher Navoiy bobomizni o'rganishdan to'xtamaslik kerak. U asarlarni o'qib, o'zlaridan o'rnak, namuna olib yashab, mana shunday yetuk zotlarni singari farzandlarni tarbiyalanishligini Robbimiz Alloh taolo nasib qilsin. Boshlagan ishinglar xayrli bo'lsin. To'liq Alisher Navoiy bobomizning hayotlarini, asarlarini, g'azallarini yoshlarga singdirib yetkazishlikka ahli ilmlar bilan, yetuk insonlar bilan hamsuhbat bo'lib, mana shu ishinglarni bardavom bo'lishligini Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat qo'ziga, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Uchun rahmat, katta tashrifingiz uchun boshimizga kelib rahmat. Salomat bo'ling.
Mana azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetib boryapti. Navoiy hazratlarini g'azaliga aytilgan qaro bo'libdir qo'shig'ini qo'limizdan kelgancha kuylab berdik. Bizni ko'rsatuvimizga
tashrif buyuradigan hofizlarimiz, ishtirokchilarimiz mana shunday Hazrat Navoiyni g'azaliga aytilgan qo'shiqlarni tayyorlab kelishingizni iltimos qilamiz. Asosiy ko'rsatuvimizning maqsadi Hazrat Navoiyni eslab deb ataladi. Avvalo yana bir narsani boshqa muxlislarimizga ma'lumot sifatida aytib bermoqchiman. Hozirgi kuylanayotgan qo'shiqlar, bundan oldingi ko'rsatuvlarda kuylanayotgan Hazrat Navoiy g'azaliga bitilgan qo'shiqlar bari juda ham katta mahorat talab qilinadi. Bizni o'zbegimizning haqiqiy kuy qo'shiqlarini ijro qilish uchun o'ziga yarasha qobiliyat, o'ziga yarasha mahorat talab qilinadi. Shuning uchun bu yerdagi ayrim kichkina xatolar, kamchiliklar bo'lsa, hammanglardan uzr so'rab qolamiz. Kelgusi ko'rsatuvlarda yana sizlar bilan diydor ko'rishlik, sog' salomatlikda, omonlikda, tinchlik, xotirjamlikda diydor ko'rishlikni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.